Salom qadrdon muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun faqat eng muhim va tezkor futbol yangiliklari haqida gaplashamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Siz tayyor bo'lsangiz, biz hoziroq boshlaymiz. Rossiyalik sobiq futbolchi Husanovni jahon darajasidagi himoyachi dedi. Sobiq futbolchi Vladislav Radimov Manchester City hamda O'zbekiston terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov haqida yuqori baholar bildirdi. Uning fikricha, yosh markaziy himoyachisiz hozirgi Cityni tasavvur qilish qiyinlashib bormoqda. Radimov O'zbekiston terma jamoasining 2 o'yinini kuzatganini aytib, futbolchining jamoaga ta'sirini aniq misollar bilan tushuntirdi. U birinchi uchrashuvda Husanov maydonda bo'lmaganini, shu sababli himoya chizigida jiddiy xatolar kuzatilganini ta'kidladi. Hatto raqiblar bir necha bor darvozaga xavfli vaziyatlar yaratib, gol urish imkoniyatiga yaqin kelgan. Ikkinchi o'yinda esa vaziyat keskin o'zgargan. Husanov maydonga tushgach, himoyadagi tartib ancha mustahkamlangan, yo'l qo'yilgan kamchiliklar yopilgan va umumiy o'yin barqarorlashgan. U o'zining tezkorligi va jismoniy jihatdan kuchliligi bilan ajralib turadi. Unda potensial juda katta. Taktik tomondan ham yana o'sish imkoniyati bor. Menimcha, u hatto Din Hausen va Alessandro Bastondan ham kuchli bo'lishi mumkin, dedi Radimov. Mutaxassisning bu fikrlari futbol jamoatchiligida katta muhokamalarga sabab bo'ldi. Husanovning yosh bo'lishiga qaramasdan, Yevropaning top darajadagi himoyachilari bilan taqqoslanayotgani uning salohiyati yuqori ekanini ko'rsatmoqda. Futbol muxlislari esa uning kelajagi haqida turli fikr bildirmoqda. Ba'zilar uning tez orada dunyo top klublaridan birida yetakchiga aylanishini aytsa, boshqalar hali oldida katta sinovlar borligini ta'kidlamoqda. Qadrli futbol muxlislari, siz qanday fikrdasiz? Abduqodir Husanov dunyoning eng yaxshi himoyachisi bo'la oladimi? Fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring va videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Qiziqarli tezkor yangiliklar hali oldinda. La Liga. Real Madridda Gironani yenga olmadi. Arbelo jamoasi qatorasiga 3-o'yinda ham g'alabaga erisha olmayapti. Ispaniya chempionatining 31-turida Real Madridda Gironani qabul qildi. Bellashuv 1-1 hisobida yakuniga yetdi. Dastlab 51-daqiqada Valverde super golga mualliflik qildi. Oradan 11 daqiqa o'tib, Lemar ham kuchli zarbasi bilan Luninni ojiz qoldirdi. Shu tariqa Real ochkolarni 70 taga yetkazib, 2-o'rinda bormoqda. Luis Enrikening Paris Saint-Germaindagi kelajagi ma'lum. Luis Enrike Paris bilan yangi shartnoma imzolashga yaqin turibdi. Rimd Sport xabar berishicha, murabbiy va klub 2030-yil o'rtasigacha tuzilgan yangi mehnat shartnomasini imzolashga yaqin. Parijliklar bu masalani mavsum oxirigacha hal qilishni istamoqda. Shartnoma uzaytirilgandan keyin Luis Enrikening maoshi sezilarli darajada oshadi. Mutaxassis Yevropadagi eng ko'p maosh oluvchi 3 ta murabbiydan biriga aylanishi mumkin. Luis Enrike boshqaruvida Paris Saint-Germain 10 ta sovrin yutib, xususan 2025-yilda Chempionlar Ligasi kubogini qo'lga kiritgan. Siz Luis Enrike Parijlar klubida qolishi kerakmi? Fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Robertson uchun Angliya Premyer Ligasidan jiddiy da'vogar topildi. Liverpool himoyachisi Andrew Robertson London jamoasiga o'tishi mumkin. Kecha Liverpool matbuot xizmati himoyachi bilan shartnoma uzaytirilmasligini ma'lum qildi va shotlandiyalik yozda erkin agentga aylanadi. The Athletic ma'lumotiga ko'ra, 32 yoshli himoyachi uchun Tottenham asosiy da'vogar bo'lib oldi. Shporlar ushbu himoyachini qishda tarkibiga qo'shib olishga harakat ham qilib ko'rgan. Robertsonning Tottenhamga o'tishi uchun 2 sabab bo'lishi kerak. Avvalo, Tottenham APLda qolishi, keyinchalik uning o'zida APLda qolish istagi bo'lishi. Siz qanday fikrdasiz? Tottenham Premier Ligada jon saqlab qoladimi va Robertson Tottenhamga ko'chib o'tadimi? Fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Abduqodir Husanov klub matbuot xizmatiga bergan qisqa intervyu. O'zbekiston futboli tarixida yangi sahifa ochilmoqda. Milliy terma jamoamiz va Manchester City klubi mudofaa chizigining mustahkam qo'rg'oni Abduqodir Husanov Angliyada zafarli yurishini davom ettirmoqda. Zamin o'z hamyurtimizning navbatdagi yuksak e'tirofi va shaharliklar safidagi faoliyatiga oid qiziqarli tafsilotlarni taqdim etadi. Tarixda ilk bor Husanov yulduzlarni ortda qoldirdi. Mart oyi yakunlariga ko'ra o'tkazilgan so'rovnomada Abduqodir Husanov Manchester City'ning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. E'tiborlisi, hamyurtimiz bu yo'lda oltin to'p sohibi Rodri va uchqur qanot vakili Jeremy Doku kabi jahon yulduzlarini ortda qoldirishga muvaffaq bo'ldi. Bu Abduqodirning joriy mavsumdagi ikkinchi individual sovrinidir. U yanvar oyida ham Etihadning eng sara o'yinchisi sifatida e'tirof etilgan edi. Mavsumning mutlaq yetakchisi.
Qayd etish joizki, shu kungacha Cityning boshqa biror a'zosi bir mavsum davomida 2 bor oy futbolchisi bo'la olmagan edi. Avgustdan beri bu nomga Haaland, Foden va Doku kabi yulduzlar bir martadan loyiq ko'rilgan bo'lsa, Husanov ikkinchi bor bu choqqini zabt etib, klubdagi o'z o'rnini mustahkamlab oldi. Kamsuqum yulduz bilan yaqin muloqot. Sovrinni qabul qilib olgan Abduqodir klub matbuot xizmatiga bergan qisqa intervyusida o'zining bosiq va kamsuqum xarakterini yana bir bor namoyish etdi. U o'z jamoasida barcha futbolchilarni yaqin do'st deb hisoblashini, Manchesterdagi ob-havo unga juda og'ir emasligini bildirdi. Ilk sovrin hissi haqida u juda yaxshi va quvonchli deb aytdi. Tezlik masalasida esa hazil aralash tarzda Dokuni tanladi. Uning javoblaridan iqtiboslar: "Eng katta ilhom manbai, meni hamisha oilam ruhlantiradi. Eng muhim lahza, Angliya Ligasi kubogidagi g'alabamiz faoliyatimdagi eng yorqin voqea bo'ldi. Bo'sh vaqtdagi mashg'ulot, futboldan tashqari do'stlarim bilan FIFA o'ynab turaman. Gvardiolaning ishonchli qalqoni." 22 yoshli himoyachimiz Josep Gvardiolaning taktik chizmalarida markaziy figuraga aylandi. Joriy mavsumda u barcha musobaqalarda 30 ta uchrashuvda maydonga tushib, ularning aksariyatini asosiy tarkibda o'tkazdi. Uning ishonchli harakatlari nafaqat muxlislarning, balki dunyoning eng kuchli murabbiylaridan birining ham yuksak ishonchiga sazovor bo'lmoqda. Abduqodir Husanovning bu muvaffaqiyatlari o'zbek futbolining jahon arenasidagi nufuzini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Biz legionerimizga keyingi bahslarda ham zafarlar tilaymiz. Aziz futbol ishqibozlari, Abduqodirning Manchester City'dagi o'yinini qanday baholaysiz? Sizningcha, u kelasi mavsumda yil futbolchisi bo'la oladimi? Albatta fikrlaringizni kommentariyaga yozib keting, zero Abduqodir Husanov uchun ham biz uchun ham bu juda muhim. E'tiboringiz uchun rahmat. Futbol olamidagi eng qaynoq voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Ertangi yangiliklarda ko'rishguncha omon bo'ling.